ona birinchi davolanishdan oldin o'zini nosog'lomligini tan olish kerak. Nosog'lom deganda nimada? Nosog'lom u ruhiyatida. Ruhida emas, ruhiyatida. Ruh bilan ruhiyatni ko'p adashtiramiz. Ruhiyatida, ya'ni emotsional holatida, hissiyotlarda sog'lom bo'lish kerak, xotirjam bo'lish kerak. Agar men xotirjam ona bo'ladigan bo'lsam, emotsiyalarimni, hislarimni ajratib olgan bo'lsam, men hozir xavotir olyapmanmi, jahlim chiqyaptimi, asabim buzilyaptimi, shoshib ketyapmanmi, hissiyotlarimni ajratib olib, o'zim bilan o'zim o'sha hissiyotlarimni boshqarishni o'rgansam, men bolamga xuddi shunaqa munosabat qilaman-da va bolamga boladek qarayman. Hozir men bolamga boladek qarolmaydi. Ko'p ayollar bolaga boladek baravar urishib talashishadi. Qo'yib qo'y, men senga olib bergan narsamni. Sen buni qadriga yetmaysan. Chunki hali u взрослый pozitsiyada emas. Bolani bolaligini ko'ra olmayapti. Chunki o'zi bolalik qilishga o'zini ota-onasidan ruxsat olmagan. Va shunday ota-onalar bolalarini bolalik qilishga qo'yib berishmaydi, o'ylashadi, tarbiya beraman deb o'ylashadi. O'zi bolani buzishayotgan bo'ladi.